yaşanan güzel yaşa. Ümit işaçlardilen güzel hayat, gül hayat, güzel hayat. Ko'rayotganinglar Güzel Hayat programmasi. Changja guruhi mashinsozlar o'yinlik, qurilish binokorlik, oliy mehmonxona ichish, sayohat rayoni ichish, yemak-ichmak ishlab chiqarish qatorliq 5 cho'ng tur bo'yicha taraqqiy qilgan guruh bo'lib, Güzel Hayat programmasi orqali salomini yo'lladi. Changja guruhi mohirlarga omad tilaydi. Qadrli ko'rgan do'stlar, yaxshimisizlar? Men Shamsiya Abeydullah. Ko'rayotganlar Xinjiang Changzhou guruhi xos nomidagi Jakar madaniyat tarqitish shirkati ishlagan Xinjiang Shulubao shirkati alayda talab qilgan. E'tibor guruhi alayda qo'llagan Xinjiang Arqavul yemak-ichmak zavodi alayda tavsiya qilgan. Changzhou igilik tiklash klubi maxsus o'rinlashtirgan ideya shirkati maslahatchilikni ustiga olgan Güzel Hayat programmasi. Programmamızın qaytısı bo'yicha aldı bilan bugungi programmamizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarimizni, korxonchilarimizni tanishtirib o'taman. Xinjiang Changzhou guruhining qurg'uvchisi Mehmet Tursun lider, xush keldingiz. Xinjiang Shulubao şirketining obraz vakili Nurmehmet muallim, xush keldingiz. Qaçalım. E'tibor guruhining qurg'uvchisi Asqarjon, qaçalımız. Changzhou guruhi igilik tiklash klubining ilmiy mudiri Farida muallim, qaçalımız. Xinjiang ideya korxona maslahatchilik shirkatining oliy maslahatchisi Abdurahman Jilil, qaçalımız. Yana bir tunishtirdigan aziz mehmonimiz, ya'ni bizning konu do'stimiz, doimlik mehmonimiz bo'lsa Ali Qurbon. Hoş qadrli ko'rgan do'stlar, undaqda bizning bugungi Güzel Hayat programmamizga mehmon bo'lib kim keldi? Birlikda ko'rib boqamiz. Marhamat. Bizning bir maxfiyatligimiz bor, ruhimizda, harakatimizda, bizga doim hamroh bo'lgan, xushalligimizga asos solgan. Ota-onalaringizning siz uchun tatgan jafolarga, shundaqla ularning xushalligiga atig'udek va arzigudek bo'lishi uchun gayning qalbidagi kollagenlik peptidini doimlik sovg'at qilib sizlarga tayyorladik. Ularning ruhi ustun bo'lsin, hamda uni o'ziga hamroh qilsin. Harkiti chaqqan bo'lsa, har doim yenidan ayirmasin. Bu maxfiyatlik gayning qalbidagi kollagenlik peptid. Gayni. Men Ali Qurbon, Changzhou igilik tiklash klubining obraz vakili. Changzhou igilik tiklash klubi o'z oldiga igilik tiklab, taqdirini o'zgartirishni xohlaydiganlarning haqiqiy ustozi. U yo'l topolmaganlarga yo'l ko'rsatdi. O'g'nish xohlaydiganlarning yaxshi oilasi. Changzhou igilik tiklash klubini tanlaganingiz, go'zal kelgusini tanlaganingiz. Sizda tirishchanlikla bo'ldi ekan, bizda aql bor, bizda yo'l bor. Eng yaxshi kishilaringizga nima bersangiz arziydi. Damlash oson, ham qulaylik, hammaga bor. Baysuy muskul peptid. Qadrdonlaringiz baysuy bilan ruhlansin. Chunki ularning ustida qarzingiz bor. Oilangizdagilar uni yenidan ayirmasin, chunki uningda mehr bor. Men uchun muhim bo'lgan har bir aylanning xushalligini men tanlagan baysuy muskul peptiddan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga tavsiyam baysuy muskul peptid. Barliq tor sodası qılıbatqan və əməli dükan xo'jayinlariga xush xabar. Rayonimizdagi eng kasblashgan tor soda supisi E'tibor tor soda shaharchimiz tarmog'idagi E'tibor turmush supisida tor dukaningizdan olsangiz, amaliy dukaningiz yoki undilaringizni 3 milliondan ortiq abonentlarga haqsiz tashviq qilib, soda so'mangizni zo'r darajada yuqori ko'tara olasiz. Xaridorlaringiz har qaytamliq iste'molida supimizning qizil bo'liqi va so'g'atligiga erisha oladi. Sizmi darhol tor dukaningizni echib, sodangizni gullantiring.
Ko'pchilikning g'imi albatta boshlamchining mas'uliyati. Shu yuksak mas'uliyatning turtkisida o'zimga qattiq talab qo'yaman. Gayning u bizning orzuimiz. Gayning u bizning mas'uliyatimiz. Sap oshliq va organik mahsulotlarning javhirini o'zimizning irodamiz bilan yug'urgan Gayning markasidagi kollejligi kollagenlik peptidi yuqori fan texnika bilan shikir o'lkalardagi nopozliq ishlab chiqarish sexlarida borliq kelgan. Hamda Changzhou guruhidagilarning yuksak tirishchanlik asosida vujudga chiqqan kozur mahsulotimiz bo'lib, mamlakatimizdagi iste'molchilarning qo'liga yetib berishgacha va vakolatchilarning ishonchisiga erishkichi bo'lgan tirishchanligimizning mahsuli bo'ldi. Gayning u tush emas. Sağlamlıqı intilgüçilərə qılğan ən yaxşı sovğumuzdur. Gayning kollejligi kollagenlik peptidi. Ko'ratqanlar Changzhou guruhi xas nomini olgan Jakar madaniyat tarixi tekshirishda ishlagan Güzel hayot programmasi. Men maydon sirtidagi riyosatchi do'stinglar Almira Farhat. Programmamızın təşviqatını ko'rgan nurg'un do'stlarimiz bilishi mumkin. Programma suratga ilinishdan burun jamiyatimizning orzusi bor bo'lgan nurg'unlagan do'stlarimizni tizimlashga boshlagandik. Shunday qilib, har millat, har soha, har kasbdan bo'lib nurg'unlagan do'stlarimiz bizning Güzel hayot programmamizga tizimlatdi. Ana shu tizimlatgan suyimli do'stlarimizni bizning Güzel hayot programmamizning xos nomini olgan Changzhou guruhining bosh lideri Mehmet Tursun'u o'zi bir qo'lliq tanlab berdi. Unaqda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Voy, mezon yaxshimisiz? Yaxshimisiz, bu mayor tanlab bersangiz bo'pti ekan-ku. Ben işten çıkıp ketken bolsam kim tanladı bunu ha? Tanladım ha. Bildim. 39 numaralı mayor tanladım. Mayorimiz Ömercan. Yaşı 28 yaş, kasbiy yemek-içmek ticareti. Yurti bo'lsa Tumshuq shahrida. Ömercan. Ömercan, bu mayorimizdan mı şu Güzel hayat programımızdaki o'tganlardan sağ salomat o'tib bizning naq maydon senimizga o'ngishliq birishg'ach omad yor bo'lsin. Naq maydon senimizni ko'rishaylik. Marhamat. Güzel hayat programımızda bu sanığı tanlangan arzu ilgisini səknimiz təklif qılmız. Mərhəmət. Yaxşımsınız? Yaxşımsınız? Yaxşımsınız. Ana bolsa, ən avval ekrandakı dostlarımız salımınızı yollab eting. Əndin tanışımız. Ben bu yıl 28 yaş. Qılayotgan kasbim yemek-içmek ticareti. Wow. Yüzüm Tumshuq shahrdan. Tumshuq shahrdan. İsminiz? Ömercan. Ömercan. Güzel hayat programımızga tanlanganligingizni qizg'in tabriklayman. Balkim güzel arzular bilan keldingiz shunaqo. Ana shu arzularga yetishdan avval mening o'tkilimni o'tishingiz kerak. Birinchi maydonga o'tkeldin. Bu maydondagi o'tkel chuqum vazifasi ig'ir bo'lgan bir o'tkellar. Balkim o'rindayamsangiz arzuyingizni voz kechib uyingizga qaytib kelishingiz mumkin. Aniki yana bir askarchim bo'lsa, to'pni tanlaysiz, vazifani ko'rib olgandan keyin unidan voz kechishga va yoki qaytib tanlashga bo'lmaydi. Qancha nomer chiqibdi? 24. Wow, 24 nomer chiqibdi. Una bo'lsa buni ichiga joylashib, vazifani ko'ra taqay. Mana shu ekranimiz qarang. Sizning vazifangiz bo'lsa, suvga cho'kish deydi. Suvga cho'kish vazifasi chiqibdi. Men suv uzishni, suv cho'kishni bilmayman. Siz suv emassiz? Yo'q. Lekin qarangmada. Bu yerdagi talabni ko'rdingizmi? Suvga cho'kish. Suvga cho'kishning talabi bo'lsa, 100 sekund suvning ichida cho'kib turish deydi. Bu suv uzish emas. 100 sekundning ichida balkim 5 sekunddan keyin chiqishingiz mumkin yo 10 sekunddan ichida qaytib chiqishingiz mumkin. Unga yo'l qo'yildi. Lekin eng oxirgi qadamda cho'qim 100 sekundga toshqizib chiqmasangiz tutgan hisoblanmaysiz. Lekin 100 sekundda toshqizib bir qadamning ichida chiqsangiz tutgan hisoblansiz. O'zingizniki arzusini shamsiyadan va arzu yetakchilarining oldiga berib deyalaysiz. Cho'qim qilaman. O'zingiz dedingiz-a? Ha. Shuning uchun tirishingizni umid qilaman. Undaqsa, bu vazifadan o'talamda diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Ko'ratqanlar Changzhou guruhi xos nomini olgan Güzel hayot programmasi. Bu programmamizga qatnashgan mahirimiz bo'lsa Ömercan. Ömercanga chiqqan vazifasi bo'lsa 100 sekundning ichida mana shu suvning ichida cho'kib turish. 100 sekund oxirlashgandan keyin anadan Ömercanning bugungi vazifasi tamomlangan bo'ladi. Arzu sekisiga berib shamsiyadan va arzu yetakchilariga o'zining arzusini o'rtoqlashib bo'ldi. Ömercan yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Hozir kayfiyatingiz qandaroq? Yomon emas bo'lib qo'ydi. Bo'p qoldi. Men suvni ko'rib qo'rqmadingiz hozir faqatlanma. Yo'q. Rasa? Ras. Bunda qarang, shu 100 sekundning ichida cho'qim tamomlab qo'yishingiz kerak. Odatda normal bo'lgan vaqtda biz balkim 1 minutga bardashib bera olishimiz mumkin, lekin bu degan 1 minut 40 sekunddan gapchu. Men shu soatni bisvatgandan keyin 100 sekund turamay tikib qolsangiz, mayli ish qisi yo'q. Oldida cho'qim siz bizga kuni velishingizga vaqt ketadi emasmi? Birdan tikkasangiz ishdan bo'lmaydi, lekin eng oxirida bizning yana hisoblaydiganimiz cho'qim 100 sekund vaqtda to'liq turish kerak. Agar 1 sekund bo'ldirib tikkasangiz bo'lmaydi.
cho'qim 100 sekundda to'shqizishimiz kerak. Men shu soatni bosaman, bo'ldi deb ishorat qilganda chiqsangiz, siz tutgan hisoblanasiz. Tushundingizmi? Tushundim. Cho'qim mana ishga kirgan vaqtda sal o'zingizni tutib olgan asosda aningdagi cho'kishga boshlang. Birdan o'zingizni cho'kib chiqarib qilsangiz abay deganda hech nima bo'lmaydi. Lekin eng oxirida yana bizningki hisoblaydiganimiz 100 sekund dal vaqt to'shqangacha cho'kib turish vaqtini hisoblaymiz. Mushuni ishida utib chiqib, shu orzu yetakchilari va shamsiyalarning qishig'i berib, o'zingizning orzusini o'rtoqlashsangiz biz texnik xush bo'lamiz. Ma'qulmi? Bo'lamdi. Başlasak bo'lamdi, Umarjon. Bo'ladi, ha? Ona bo'lsa qadrli do'stlarimiz, hozir Umarjon do'stimiz o'zining vazifasini o'tamoqchi, o'tayamamdi. Davomli texniklar ekranimizda bo'lsin. Mana Umarjonimiz so'ning ishiga tushdi. Endi gapimni anglay oldingizmi? Angladingizmi? Ha, ona bo'lsa suv so'qmikan? Betonlar ketdingizmi? Beton. Kechirim suv so'qib qolsa, endi buni isib qilolmaydi. Ona bo'lsa chekishga boshlamdik. Men soat hisoblayman, ha. 3 2 1 başladık. Mana hazır Ömercan suyun işi küçük oldu. Ne oldu? Pek soğuk mu ki? Tonlay kattınız mı? Gözünüzde o katı köylü olmadı mı taraftan? Yargınız bitti mi? Oh, çok nefes alıyorum. Ha, bir. Ha, yaxshi. Bu Ömerjon har bir chiqib, har bir tushsa, shu atrofdagi butun suvlar chakiraydi ekan. Shunda bo'lsa, hozirning o'zida bir minut 40 sekund. Nima oldu? Resmi sonuçta chiqqan böyle qizlardek chiqqan. Ay siz yarım minutmi tura olmayapsiz, Ömerjon? Ben soğuk ki. Ben soğuk ki. Hiç kısı yok ama çiğdeydim, berdaşlık veriydim. Bunu vazgeçemiz ya. Yok. Ona bak şu an. 3, 2, 1, şu. Daha yarım tapamazsın. Berdaşlık verin. Cayo bunu. Gayret kılın, işi batıdı. Yaxshi. 32, 33, 34, 35, 20, sen sanaqlam 3 qan bo'ldim, 39, 40, 41. Vaycan! Az qolgan texnik dabash beradigan davomliq. Men shu challenge deb o'ylayman. Ma'qulmi? Ömerjon. Bo'ldi, ha. 3, 2, 1. Buraya tapamazsın. Dövüsüm o sonu işede ameliyat olsun. Anaslar çukup yattınız ha. Ama onu oşap, ornutup, 100 sekundda toshqizib chiqsangiz bo'ladi. G'ayrat qiling. Ha. Mana. Yaxshi, terus bering ha. G'ayrat qiling. Jayo, g'ayrat qiling. Ha, yaxshi. G'ayrat qiling. Ishi o'tdi. Ama. Haydi, yaxshi. 67 kilo chiqdingiz. Davomli tushing ha. 3 2 1 şu. Berdaş verin. Ha. Bana. Gayret kılın. Jayo, gayret kılın. Gayret kılın, bulan. Sonra işte durup başkalar kanagara kılgan bu ha. Gayret kılın, bulan. Durun ha, çıkmam ha. Sizden hiç kim çıkıldı mı diye, berdaşlık verin. Çıkmam. Berdaşlık verin için Ömercan.
Yaxshi, 85, 86, 87, 88, voy 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Sikirib qolg'ati. Voyjon. Sikirib qolg'ati, meni qirimi o'zingiz. Sikirib qoldi, davomli qilamsiz. Eng oxirida bir rosh berayotgan, faqat sikirib qoldi. Ha? Qilib qoldingiz, unda bo'lsa xo'sh, unda bo'lsa yana davomli boshlaymiz. 3, 2, 1, shart. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulan gayret kılın. Asqaldi. Bana kürüp tutsanız buludu jumu. Bana. Ha, yaxshi, 15 kuni to'shdik, 17, 18. Hozir Ömerjanda qili yaxshi ilgirlashlar bor. Wow! Gayret kılın. İşivatdı. Yaxshi, gayret kılın. Chayo. Gayret kılın. Bulan. Yaxshi. Wow, bana 40'dan açtı, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Uyuu, 58'dan açtı. Verdaş vereyim. 55. Yaxshi. 58, 59, 60, 61, 60'dan açtı. Yaxshi, gayret kılın. Az kaldı. Gayret kılın. 70, 72, 73, 74, 75, 76. Kılın, gayret kılın. 80'den açtı, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Nafasa 100 sekundni Ömer'den hazır g'albilik holatda tamomladi. Azaldan suv cho'milishini bilmaydigan, suv cho'milishini qat'iy yaxshi ko'rmaydigan bo'lib so'zga ilg'irog'i sho'kab baqmagan Ömerjonga nisbatan ilib aytganda bugungi bu vazifa haqiqatan baq qiyin to'xtadi. Ekran oldidagi ko'rman do'stlarimizni ko'rib qolgan sizga shunchalik ish og'irgan bo'lishi mumkin, lekin o'zingizning go'zal orzusi uchun haqiqatan baq g'ayrat qilyapsiz Ömerjon. Bizning orzu teknisiga berib Shamsiyadan va orzu yetakchilariga o'zingizning orzusini desangiz bo'ladi. Muborak bo'lsin. Kelmekçi olan mehminimiz her bir suğu çökken vakitte nefes almayı sınap baktımçu. Meni u yerga ihtiyaç bulup kalsa men yengilmeydigan okşayman. Biz yengip boldik o'tirapmiyada. Sen yengip boldinglarmi? Uyu. Növbet malı ben tural etmeydi. Turalayım dedim. Şuna 3 minut deydi. Ne 3 minut durdu aşağı bilip kalmaylam onun içine. 100 sekund turay dedim. Mukopotlayli demekçi men agar kim qaysina 100 sekund tura olsanglar. Nimeni mukopotlayman, pulni ilib ketimiz. 50 bin koyun deyip canını vermem de. Can vermeyeyim mi? Ters o, 100 sıkıntı mı? Bana iş kılıp pek ters duyuldu o. Dünyadaki en yukarı rekord 2012 yılı Daniyalik bir adam 22 minut turuptu. Dünya rekorunu yaratkan. Dünya rekorunu buzuluk ha. Ama biz açtık da. 22 Daniyalik minut. ademigen bilik mi? Adam ki. Sizlarmi men o'xshash shu boshlangandan tortib sinab yiqsizlarda o'zingizlarga 100 sekund ichida olganlar. Men turdim. Turmamas ichida oldingizmi? Tinmay. Suning ostida turganman bu yerda o'xshaydi. Ay, chaqchaqmay. O'g'irlikchi nafas oladigan ishlar. Ya anda qilasiz ishni qilmadim. Az o'talayotgansizmi? O'tib ketma. Unda bo'lsa programmani yangandan keyin mana hisob bir plan aşı yugan başladılar. Su tayyorlanlar. Soğuk su. Nemiş qavli ıssıq su Siz suda jo'nay deb kensizlar. Shuni o'ydik Bakaliq, vanna qilib biram san bu yerda. Qanday deyishinglar shundan qayt program tugandan keyin bordigan bo'ldinglarmi? Ha, bo'ldi 100 sekund men turib biray. Ha, programma tugandan keyin mana ko'rmanlar hammasi guvoh bo'lsin. 100 sekund tutsin nurmatmali. Jubo qilamiz. Foydalidu, ma foydasini demamsa, bir donli bermamsa. Ya 100 sekundda 100 turma. Ay, unda bo'lsa 100 sekund turalsin, mukofot bo'ldi keyin. Meni chaqiringlar, men tang berib jubo qilib olaman. Qanday qilaylik? 100 sekund tursa, sen butun barliq shu yerdagi balani xogo bilan mehmon qil. Xogo? Ha.
Haysap. Turanmasam ma Nurmehmet. Aqbaş, qo'govlar miymoq va bu yama asashki akamning qo'g'o qansi va shu yag'illab turaman. Jumbanga boramiz. Benim zemnim bu. Bundan o'zini chaqirib baqamdiq. Üzülen bir paranglışıp bakılı. Chiqib lekin g'ayrat qildingmi bolam? Bu eleyimi aldım degende qayta sınap ahri yangda. Ha, oxiri yangdi, rost Ben g'ayrat. turanmasmı ki degen 5'te. Uning ustiga 2 sekund qolganda chiqib ketgani bek ichinchi chiqish bo'ldi. Turanmasmı ki degen. Buning aqlliliqi o 2 sekund qolgan chiqib ketgan. Bo'lsa uylab qolmamdi u. Uylab qolmamdi 2 sekund shu chiki yetgan gap. Uylab qolma deb o'ylab qolgan vaqtida. Aqlli qo'g'ash chiqib ketgan gap. O'zim so'rab baqaylik. Qani unda o'tsa, mehmonimizni sahnimizni taklif qilamiz. Marhamat. Ko'pchilikning g'imi albatta boshlamchining mas'uliyati. Shu yuksak mas'uliyatning turtkisida o'zimga qattiq talab qo'yaman. Gayning u bizning orzuyimiz. Gayning u bizning mas'uliyatimiz. Sap oshliq va organik mahsulotlarning javhirini o'zimizning irodamiz bilan yug'urgan Gayning markasidagi kollejligi kollagenlik peptidi yuqori fan texnika bilan ishkir o'lkalardagi nopozliq ishlab chiqarish sexlarida borliq kelgan hamda Changjo guruhidagilarning yuksak tirishchanlik asosida vujudga chiqqan kozur mahsulotimiz bo'lib mamlakatimizdagi iste'molchilarning qo'liga yetib berishgacha va vakolatchilarning ishonchisiga erishgicha bo'lgan tirishchanligimizning mahsuli bo'ldi. Gayning u tush emas. Sağlamlıqı intilgüçilərə qılğan ən yaxşı sovğamızdır. Gayning kollejligi kollagenlik peptidi. Ən yaxşı kişilərinizə nima bersangiz arziydi. Damlash oson, ham qulaylik, hammaga bop. Beysuy muskul peptid. Qadrdonlaringiz beysuy bilan ruhlansin. Chunki ularning ustida qarzingiz bor. Ailangizdagilar uni yenidan ayırmasın. Chunki uningda mehr bor. Men uchun muhim bo'lgan har bir aylanning xo'shalligini men tanlagan beysuy muskul peptiddan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga tavsiyam beysuy muskul peptid. Bizning bir maxfiyatligimiz bor, ruhimizda, harakatimizda, bizga doim hamroh bo'lgan, xushalligimizga asos solgan. Ota-onalaringizning siz uchun tatgan jafolarga, shundaqla ularning xushalligiga atig'udek va arzigudek bo'lishi uchun Gayning kaloriyli kollagenlik peptidini doimlik sovg'at qilib sizlarga tayyorladik. Ularning ruhi ustun bo'lsin, hamda uni o'ziga hamroh qilsin. Harakati chaqqan bo'lsin. Har doim yenidan ayirmasin. Bu maxfiyatli Gayning kaloriyli kollagenlik peptid. Gayning Markalık mahsulotlarni e'tibor bahos etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar eglik qilmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizdagi yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supisiga kiring. E'tibor bahos mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supisiga kiring. Hazır organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bo'loq erish fursatingiz bor. Ushbu apchaqda siz har kuni qadam soningizni qizil bo'loq va so'g'atlar almashtira olasiz. Har kuni 5 qitim avtomatik qizil bo'loq ala olasiz. Unda boshqa hozir 4 TVCN saloni orqali kirsangiz 1111 yuan qizil bo'loq erish fursatingiz bor. Ushbu apchaqda sizning bosgan har bir qadam izingizning qiymati bor. Natija qozonish pek muhim, ammo kayfiyat undan muhim. Yaxshi bir yetakchi oldi bilan o'zini qadrlash kerak. Gayning kaloriyli kollagenlik peptidi meni go'zal natijaga qaratdi. Shuning bilan birga meni ishonchga boshildi. Men o'zim tanlagan yo'lda yetakchiman. Eng yaxshi kayfiyat bilan natijaga erishiman. Menga ergashgan har bir yurakka mas'ul bo'laman. Men va'damga amal qilaman. Chunki tunji qadamim Gayning bilan boshlandi. Gayning kaloriyli kollagenlik peptidi. Ekran oldidagi ko'rmanlar, Tumshuq shahridan Umarjon tijorat qilaman. Qarshi olamiz sizni Umarjon. Rahmat. Bayqi o'tgandinki turi sizga chiqqan vaqtda jiddiylashtiringizlar, men suv uzamaydim degandek bir gaplar qildingizmi? Ha, suv uzishni bilmaydim. Suvga endi tushdik, endi bizniki oyoqlarda, endi yezlarda suv tushkili bo'ldi. Ha. Lekin endi so'ning ichida cho'milish bo'lgan ekan bu. O'xshamaydi ekan-ku. Shunga bu suv cho'milishni men bilmagan ekan. Shu bilmayman degandim. Mushu o'tkildimmi?
Birinchidan sening taqgan ko'zoynakning to'li yarishibdi. Resmi yarishibdi, shunda bir chiroyli. Ikkinchidan, shuning ichida aynakdan tug'alatning shunda bir shay kuni ketdimda, tug'an vaqtda superining 20 kilometr. Agar jazbida suvni yashib bo'ladi ekan, dedim. Altın bir ajoyib bir yaman mardona. O kalpukların var, Angela Jolie'nin güneşinge gitmişler. Kalpukların. Sen sonun içinde yaşaşını mı oylasam bunu? Jigip etsak, seni kiçikletkili olsa, ben seni öyle bir yugan ile baktım. Daha kürep, nalını taşlapça. Hem nime o degen vaqtda mundaq bir narsani bildik, mushu balning mush o'tkilidan. Bu odamning bir cheki bo'ladi. Ammo bu cheki muqim bo'lmaydi. Har qanday bir odamning bir cheki bo'ladi, muqim bo'lmaydi. Hamda sirtqi muhitda odamning mushu mayli aqliy cheki bo'lsin, jismoniy cheki bo'lsin, yoki ro'yi cheki bo'lsin, mushu chekdan halqagan ashundaq bir qiyinchilik yoki bu chekidan halqagan ma'lum bir ish yuz berganda odam badani buni paycha qildi. Qilolmayman deydi. 100% shunda bo'ladi. Ham qilolmaydi uni. Chunki chekidan eshib ketdi-da. Ammo buni qilolmagandan keyin nima bo'ldi deganda, odam badanda nerv hujayralari yig'in ochadi. Majlis ochgandek ochadi. Manda bir yo'l qilyotdi, biz buni hozir qilolmaydi ekanmiz. Qanday qilamiz degandan keyin u bir kun uxlab qo'ygandikinlar, men nerv hujayralari unda bo'lsa, bu hamda o'zining rohat balbig'i deymiz, ham biroq chekini rohat balbig'ida bundan chiqib bordi bu. Bu o'zining chekidan chiqib bordi. Biz buning maslashmasak bo'lmaydi deb, andan odamning aslidagi bor. Ammo echilmagan yushurun kuchi nima esa, nerv hujayralari buni tirildirib yutadi. Shu Ömerjon nima esa, asl ras so'g'i cho'kish pek tez. Tunji qatam qilib boqmagan odamga. Uni ichi chiydi 8 kotli turadi, chek shu. Ammo uningda cheketgandikinlar nervlar yig'inashdi. Bu sal talvidek turimiz yo'q turdi. Ma'ning biz nima qilmasak bu o'laq qoladi. Shuni biz o'pkilar unda olsa börekler, yürekler tayyorlik qilinsal yo'g'roq ishqa degandikin ikkinchi qatim buning o'pkisi cho'ngroq tayyorlik qiladi. Bu yana turavergandikin, ma bo'lmadimi o qamlashmadi buning cheki yana eshyapti deb bag'an siri bu nima qilayotganga. Bu o'g'inish jarayoni deymiz. Shunga biz mayli aqliy jihatdan yoki ro'y jihatdan, jismoniy jihatdan kuchaymiz deykanmiz, cho'qim o'zimizning cheklik rohat balbig'i deymiz ham buni. Bu rohat balbig'ining sirtida o'zimizga tiyovjon qilib berganda, shu vaqt qilinmagan bilan qilinmagandan keyin bizning badnimizda nima deganda oldingi shu xil qiyinchilikqa tizla mos ketadi. Biz buni kuchish deymiz. Shunga bu Ömerjonning mushu o'tkili bizga mushu narsani naq maydondan aniq ko'rsatdi. Menimcha Ömerjon kayfiyating nacharlab qolsa, shunda ishlarni sinab baqsang, sen amma yarışıdı eken, yugan yarışıdı eken sana. Yarışıdı baş gözeyneklerin şunda şey. Yugan yarışıdı eken de koyum. Ömercan'ınki ma ötkelden ötüşü bizni hem küldədi, hem ciddileştirdi. Ali'ninki təklillerimi, yani nurgun yeni bilimlerimiz öğretti. Hem de bir təklif qoşqı, tegişlik bir məsələ nima degan vaqtda bizim programımız mı, mesela nurgun kişiler xatarlik deb o'ylagan bo'lishinglar mumkin bayaqi o'tganlichu. Program guruhimizmi xatar kelib chiqishning oldini olish iqtidori bor ahvol ostida. Undan keyin sinoqqa o'rinlashtirdi. Undan keyin mayirningmi amaliy ahvoliga qarab, undan keyin mashg'ulot abbag'izdi. Demakchi bo'lganim, o'ylashgan vaqtimi program guruhi bu masalalarni cho'qim o'ylashgan bo'ladi. Endi eng oxirida yana bir eskartib qo'yganimiz, bundaq o'tgan bundaq sinoqlarni bexatarlik kapaltı bo'lmagan ahvol ostida sinab beqishqa bo'lmaydi. Ko'pchilik bexatarlik birinchi bo'libmi bolalar? Suv qalaymagan tushga, cho'nglar yo'q yerda cho'nqur suvga tushib sinab baqmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Suvga tushgan vaqtda kelgan kurslarni programmada qilib berdimi, o'zingning kursurimi? Programmada qilib butun shu ketadigan ketalik hamma narsalarni programmadagilar kurslarni mushli berdi. Kaltishdan saqlab qo'yilgan barliq ishlarni shu tayyor qilib berdi. Bo'ldi. Saqlab qo'yilgan ishdan shu
qolishdi rost saqlab cho'qim kunlarni saqlab qo'ydim hikoya so'zlaganda har qanday vaqtda bir ishni qilolmaganda shu kusarga qarab ilhom olsa har bir qilolmaganda shu kusar ko'rinsin ya ilhom bo'ladi kim biladi sen keyin dangli qadamlab ketganda ash kusar nurg'un bir muzikhallik kirib Ömercan'ın kusure deydigan bir ya bizimdeki olmaydı hayatlıkta hayat bizimdeki olmaydı aşın sen ilham bolsun sen her qatim bir iş qılanmasan lam men qılanmayımı dep qılalıgandım go shunchi depti kusara qaraysan qaytadan bir nim chirdi sana o'zingizni bir yengib sizdan bir qalbiyat tuyg'usi bo'lganda jana qilolmayman degan ishni qilayotgandikin eslamdi 100 sekund so'ning ichida mumkin emas turolmayman deb o'zimningmi ko'z yetmaganda lekin shu go'zal hayot programmasiga qatnashma deb bir iroda bilan kelgan ekanman buni cho'qim hatto mushulki o'lchagan shu o'lchamdimi yaxshi qilib mushlarga yaxshi bo'lgan shu maslashchaligim bilan mush sanaga cho'qim qatnashma deb bir iroda bilan chiqqachqa cho'qim o'ylaganimki yaxshi ashunday bir qilma deb o'tkeldim muvaffaqiyatga o'tib chiqdim odatdagi ma'ig'ir besiqlik kam so'zliklaringizga qaragan vaqtda boyiqidek g'ayratga kelib jur'atli qoldi andoq o'tganlar yo'q tug'an vaqt yamaybat deyman men bir ajoyib ko'rinib ketdi bu shundoq bir shay ko'rinib ketdi bunda mijozlik odamlar intayin johil qilma deganni qilg'achda ro'yi bor bunda odamlar qilman deganni qila oladi ammo ko'zi yetmay qolib soldiki bundaki hamda ko'zdan yetadigan bo'ldimi cho'qim har qanday ishni odatda o'zimniki tijorat ishlari bilan odatda mayli ziyon tortib ketay mayli foyda olay har qanday ishlarda o'zim qilayotgan o'zim mahsulotlarni setib chiqarish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklarni o'zim yengib o'zim hamma ishlarni o'rinlashtirib hamma konkret ishlarni o'zim tafsil yezib xotirga sen birsi rostchil bola ekansan yana birsi sen oq ko'ngil ekansan ammo bu oq ko'ngillikning o'zi amaliyotda bir xil fuzuganda keldi senda masalan sen tufayli boshqalarning yorilinishini xohlamay ekansanda bu xil ahvol ostida masalan ba'zi savdogarlarda bu xil narsa ko'payib ketganda hatto birim setish ularga bir xil xuddi setib bir pulni ilib olgandek bir hissiyoti bo'lib gunohkorlik tuyg'usi bo'lib ba'zida bu sening tijoratingning rivojlanishiga sal ta'sir ko'rsatadigan yerlar bo'ladi Şun bazı adamның ortiqchiligi, aşa adamның vaqti kelib bir kemchiligi hisoblanib qoldigan gap. Şun hamda bugungi shu sahnaga qanday orzu bilan chiqding bir anglab qolgandim. Shuni anglaymiz-da. Qanday orzu bilan chiqdingiz sahnamizga? Meni bu sahnaga kelishdagi maqsadim bo'lsa, shu go'zal hayot programmasiga chiqib, Changji Gro iyilik tiklash klubininki menga shu hozirgi qilayotgan kasbimga shu bir pingtay qurib bersa bir supa maxsus shu undidar orqali malni shu do'kondorlar buyruq bersa dangli qilsa biz malni shu o'ringa yetkazib turadigan mushunda bir amaliy qilayotgan ko'ni usuldagi bozorga mal ekirish bilan yangi usul ikkisini birlashtirib hozir qilayotgan kasbimni kengaytgan asosda endi ana bir savdo bozor qurib bersa deb shu orzu bilan keldim. Hozir o'zingiz savdo qilsiz, shundami? Tumshuqda. Tumshuqda hozir o'zim qilyapman. Urumchidagi ma'lum bir shirkatniki mas'uliyatini bizning Tumshuq shaharniki vakolatchilik huquqini olib, shu o'rinda to'p taqtishni boshlagan. Shu jarayondan nurg'un atrofimga tunish bilishlarlarim bo'ldi. Bu kasbim qilmagan. Bu ziyon tortish xatri bek yuqur ekan. Bularmi ichimlik sohasi. Hozir tushunib yetdim. Ichimlik sohasi haqiqatan yemak ichmak turmush buyumlariga qaraganda o'xshamaydi ekan. Uning nimasi bor emasmi? Vaqt. Bu vaqt meselasi bo'lgan ekan. Bog'ni qoldigan narsa. 2-3 oydan setib etmasa bozorda chalınib ketadi. Urumchida qolgan bir shirkatdan keyin melini turmush buyumimni kir supini bu supin parashkini dastlabda bu malning bozorga tushadigan tushmaydiganligini buning bozorga tushmasligining eng muhim halqasi mushu mahsulot haqiqatan ashunda ishonchli chiqamdi chiqmamdi mush tarafdan o'ylashib
Üzem bu mahsulotni ekilib ishlatib baqdim avval. Üzem ishlatgandan keyin buning kirilish nisbati boshqa odatga sopon qaraganda inta yaxshi ekan. Bu mallardan dastlabda o'zimizningki Tumshuq shahar rayoniga oz miqdorda ekilib, buni bir eng asosiy o'rinlarga kirgizdim bu malni. Do'konlarning eng cho'ng tanlab bozorlarga kirgizib, ikkinchi qatamliq to'xtamlashib, shu malni shu rayonga ilishdan burun bozorni 20 kun kuzatdim. Shu mal shu rayonda setildimi, setilmadimi? Iste'molchilarniki shu do'kondorlarga kirib shu malni echib ketgandan keyin ikkinchi qatam shu mahsulotni so'rab kirdim yo'qmi? Shu bozorni o'zim kirib birma-bir so'rab chiqdim. Chiqqandan keyin bular inkas inta yaxshi bo'ldi. Mahsulot shu supin parashki bo'lsa, biz davomli setib oldik. Bo'lsimish malning manbasini uzib qo'ymang dedi. Bunu deb ikkinchi qatam to'xtamlashib bir mashina mal kirgizdim. Malni men eklishdan burun Shinjongning boshqa Xotenda va Qashqarda va vakolatchilar, Qaliqda va bu o'rinlardagi vakolatchilar 3 oy bo'lgan. Men mal eklishdan burun 3 oy ular setayotgan bozor. Lekin men eklib bu malni 16 kun ichida setib o'tdim. O'zimda savdo qilish jarayonida o'ylab yetgan ba'zi bir savdo planlarim bor o'zimning. Şu planım bilen şu işni başlap, şunu arkalıklan bozorga bu malni kirgizgandim. Bu mal internet sureti bozorga chiqib ketdi. Şuna bahası tüven bo'lgan, tüven tanarqlan tutib chiqqan, bahasini ishti xaridorlar qabul qila oladigan yangi mahsulot bo'lsa, bozor internet sureti tushdi ekan. O'zg'iliq qiymati yuqoriga ichimliklarniki bahasi bilan qat'iy hisoblashmaydi ekan. Bazarning ehtiyojini hozir tushunib oldim. Güzel hayat programımızga her xil arzu armanlar bilan keladi. Biroq ijtimoiy ahamiyati bor, qimmati bor arzularni biz güzel arzu deymiz. Endi mushu sizning mush arzuyingizningki qanday ijtimoiy qimmati bor? Bu masalan o'zingizdan boshqa jamiyatga qanday naf olib keladi, qanday qimmati bor? Iste'molchilarningki bo'lsin, mayli do'konlarning bo'lsin, shu mal obort qilish masalasini bir qadar yengillatib amal var üzümüzdeki şu konkretleştirilen ajna bir sistemleşken ajna bir hep detaylı bolsa bizim şu Tumshuqniki hazır taraqqiyotiga intayın mas keldiken deb bunu tushunib yetdim. Şunun bilan şu Changji Goroydagi ig'lik tiklash klubiga kelishimga har qaysi korxonchilarmi birlikda men bir shunday kuch olib menib bersa, hammamiz birlikda şu o'zimizniki şu taraqqiyotini teg'im tizlashtirib men bir ulgulik aşağıya bir ulgulab chiqsam, mendimmi ilg'or ideyadagi yoshlar aşağıda menga qarab, mishlarni chiqqanimni ko'rib, ashlam bir mendan o'rnak olsa demoqchi. İlham olsa. İlham olsa, shularni andan bara har qanday ishni asta-asta qilsakmi, keyinchi chuqur bir natijasi bo'ldi ekan deb mendan o'rgansa deb shu sababdan keldim. Bu gapingiz yaxshi bo'ldi. Endi Umarjon, yanıla lekin hayacanımız hayacan, yani objektif meselelerni objektif tahlil qilmasak bo'lmaydi. Masalan, bozorda ehtiyoj bo'lsa, uningdikini ta'minlash bo'ladi. Mushunga nisbatan sizning mushu sistemlashtirib, mushundaq bir supa yasashga shuni arzu qilib keldingiz-ku. Buningga mushundaq supaga Tumshuqdagi armilat xalqining shunchalik ehtiyoji bormi? Bunu chuqum hozir ya yo'q, ya bor demayman. Lekin men o'zimning tafakkurda, o'zimning o'ylagan ideyasida chuqum mushunda qilsam, Tumshuqning hozirgi taraqqiyotda internet surati mengyotidi. Chuqum yetishib masqadan masish manga vaqtida bizniki so'd set sohasida internet cho'ng bir yana bir baldaq ko'tarilish bo'ldi ekan. Endi masalan ehtiyojni muqamalda shunga ehtiyoj bor deb qaror qilinmagan taqdirdami biz mushu ta'minlashimizning qarshi ilishga erishadiganligiga nisbatan sabablarimiz bo'lishi kerak-ku masalan. Men bago qayla. Mush korxonchi bilan kelishamisan-a, o. Men san 100 ming ko'y bermay qayla. Bu 100 ming ko'y nim qilsan desang, men bu san 100 ming ko'y desmiselib, men seni ishkir yo'l soldimmi? Ishkirga. Guangzhouga. Sen bu Guangzhou nima ish qilsan, sen bu zavodlar bor. Bu zavodlarimiz bir yerda bu yerda. Tushundingmi? Sen 100 ming ko'yn elib bir balni ketib qo'ymas, shikkanlar zavodini ko'rib, bundoq qilib bir mas'uliyatni topsa. Tushundingmi? Tushundim.
Andın aşı məsulatını muşu aka buluduğandek turudu güzəm yitido deysə, aşını çıxırıb, şundaqmı? Şundan. Pulumni mı qaytırıp birsə, yana pul versə mənə, şundaqmı? Şun ma karxançılar ma fürsətni yaxşı tutmasa, mən seni, şundaqmı? Maşallah. Ekitib qalım. Bir baylıq densə məsən dep qoyaq. 100 ming koy bəsim ma. Baylıq gelmə bala, ma balını çan tutuş gerek ma bala. Bomuz mal mən dep bolup oldum sana. Eniq 100 ming koylu məbləğ salım juğurup jürüysə, sen cıq baylıqsın. Ma ticaret ideyasına ait to'g'ri. Changja guruhi. Birinchidan sizniki bu programmaga kelishdagi maqsad bizning Changja guruhi va Changja igilik tiklash klubidan bana bir pintay yasab bersa demoqchiman. Yasab berish bilan birga mush qilayotgan iyilik, mush qilayotgan hozirgi qo'lamdagi tijorat doirasini kengaytirib, hozirgi bor bo'lgan qo'lamdagi mush top taqtish o'rnini kengaytmoqchi. Zamonaviylashtirish to'g'ri. Sen mush balon ching tutasın. Meni ching tutsa bu. Yo'q, deyman. O'zlari ching tutinglar. Nima ish qilsangiz, buning qilayotgan kasbiga bizning Changja jutandan bütün tütütü yer tekken plan hem şaraitli var. Yemek içmek zavut var. Plan layihali var. İktisadi gevdisi var. Meyve çıkış için bağ olmaydı. Bağ vermek gerek. Doğru. Sen yoğun bir bağını kılıvağından olan yaxşı bağ verm bulmaz okşaysan meyve çıkmaydı. Ma bala sendek bir bağqa na çuduğan bir bağ verme o. Peki ma balını yaxşı tut. Bulmaz mendim şirket var. İktime. Unisi o'zining mi bir xil Changja deb ashni bir xil planlab ashnanga yurki talpinib kepti. Ha, cho'ng ko'rib kepti. U degan bir undaq o'ng'ay ish emas. Unda bo'lsa bunaqa qildi. O'sha sizningki butun planlarni hammani ko'rgandan keyin men o'sha plan cho'qim jamiyatning ehtiyojiga mos kelib, o'shini yurgizsak siz cho'qim pul tepib beshqa biz ko'zimiz elsa, bunimiz pulsa shuni biz cho'qim sizningki orzuyingizni bir Changja jutandan amalga oshirib birlar. Agar siz bu türünü qilish orqali ziyon tartib qilish ahvolingiz ne? Biz bunimiz prop qilib qolsa, Turkiya o'zgartish yurgizadigan, buni yaxshiroq planlab, loyiha qiladigan ishini qilib, billa buni kengaytirib yuritishga biz tamamen qo'shilamiz. Bizniki Changja igilik tiklash klubininki mas'uli Farida xonim bilan paranglashgandan keyin boshqa qat'iy boshqa o'yinish qilmay, Eli muallimma 100 ming ko'p pulni qaytishsin. Bo'lmasa, musullan hamkorlashamsanlar akalida, tushundingmi? Mana 100 ming ko'yni berib, men shovishpin qilib, boshqalarga avatmay, mushlarga avatim ko'rashdingmi? Deyma, tushundingmi? Sen bir boyliq. Changja guruhi igilik tiklash klubi. Siz hozir dedingizmi shu do'konlarga top taqitishni to'rlashtirish, ya'ni zamonaviy holatda mahsulot taqitish shunaqmi? Bu mahsulotlarni siz boshqalar ishlab chiqqan mahsulotni akilib, ehtiyoji bo'lgan do'kondorlarga taqatmoqchi. Shunaqmi? Undan keyin bayatdan dedingiz, bu Tumshuq shahrining mushundaq ehtiyoji bormi, yo'qmi deb. Agar biz bu ehtiyojni to'rlashtirdik desak, mush Tumshuq shahridanmi halqib o'tib ketishimiz mumkin. Boshqa o'rinlarga taqitishni o'ylashib baqdingizmi? O'ylashdim. Boshqa shaharlarga tarqitishni o'ylashgan bo'lsangiz, bu to'g'ri bo'pti. Chunki siz mushunda bir to'p tarqitishni yoki bir shovchinshu holatda yoki bir APP holat o'tirg'i chiqarmoqchi, shundaqmi? To'g'ri. Oldi bilan mushundaq bir narsa o'tirg'i chiqish kerak. Endi buning uchun bir muncha masalalar kelib chiqadi. Mayli bir APP quraylik yoki bir shovchinshu qilaylik, buni boshqarishni bilish kerak. Shundaqmi? Buni bir boshqarish ilmi ketadi. Undan boshqa APPni yetarli tushunish, shovchinishni tushunish, bu ikkisining qanday ortiqchiligi va afzalligi bor degan masalalarni bilishga to'g'ri keldi. Siz mushu to'plagan, hozirlagan mahsulotlarda baho afzalligi bo'lishi kerak. Chunki mushu APP bo'lsin yoki shovchinish bo'lsin, mahsulotlar bahası chiqib turdi, to'g'ri-ku? Do'kondorlar mushu APPga yoki shovchinishga kirgandan keyin mahsulotlarning bahasini ko'rib turib, o'zi ilgari kirgizgan atrofdagi kishilarningga qaraganda afzallik bo'lgan ahvolatida sizninkini o'ylashidi. Hozir bu APPda siz Tumshuqda bo'lsangiz, boshqa bir shaharlarda yetkazish masalasi bor. Nurg'un masalalarga nisbatan bizningki Changja igilik tiklash klubimiz tarbiyalash qilish orqali, chunki bir ishni qilmoqchi bo'ldik ekanmiz, oldi bilan cho'qim puxta tayyorlik qilishimiz kerak. Demak, oldi bilan men nima demoqchi degan vaqtda tarbiyalashdan boshlasak bo'ldi. Undan keyin yaxshi bir plan tuzgandan keyin bayatdan bizningki liderimizmi aytdi. Demak, mushu planni biz vujudga chiqarishga yoki yaxshi bir manfaatlanishga
ko'zimiz yetgan vaqtda biz barliq kuchimiz bilan bu turni mang'usaq bo'ldi. Bu türden menfaatlenmegenine biz bunumuz prob kalsa bu türünü kozgatkanının hiç kadar faydası yok. Bu ne pul kajlap durup kasligen okşa iş. Ben demek çok önemli şu planını tuttuluk biz kögendin ki kamiyalar o tuluklap anlakin binaz diysek buldu. Peyda Hanım'ın digidim şu. E'tibor guruhi. Bizning mana internet qilayotganimizga e'tibor ko'raylikki yoki mening internet bilan shug'ullanayotganimga mana oldi keyni 8-10 yil o'qibdi. Bu jihatda men azroq bir o'zimning ko'z qarashini so'zlab berayapman. Haqiqiy internet to'g'ri o'ylashga vaqti yo'q desa, bu to'g'ri emas. Nimishqa desangiz, tumshuqda deyli butun Shinjongda mollarni dukkandorlarga pifa taqib turgan, to'p taqib turgan odam bakjiq. Shular qo'y. To'g'ri. Endi sizning orzuyingiz bo'lsa, shuni bir sho'chanchilashtirish yoki qilish orqali shuni azroq bir zamonaviylashtirish yoki texnik qulaylashtirish. Shunaqa. Amaliyotda buningga biz internet qilyapmiz-ku. Mushundaq bir sistem qilish uchun-chi desa 5000 ko'yna 10000 ko'yna pul yetadi. Mushunchalik ish. Chunki internetning texnikasi shu qadar pishiqlanib, shu qadar hozir mukammallashib ketdi. 5000 ko'y etrafida yetadi. Lekin hozir sizning eng alqiliq masalangiz nima desa, sizningki va tijorat endizingiz to'g'ri emas. Masalan, ya o'zingizning ishni qilaverishingiz kerak. Yoki buni men internetga ulayman desangiz, faqat burun telefon qilib mal zakaz qildi. Hozir internetlar rasmini ko'rib zakaz tushirib yetalaydi degancha desa, bek moyatlik o'zgarish emas u. Faqat qulaylik xolos. Lekin men shu siz degan ikkinchi masala allburun o'ylashib bo'lgan. Butun Shinjong rayonidagi bularmish Aqsu viloyatidan boshlab har qaysi rayondagi to'ptaqchi o'rinlarga mush detalni qo'ysak, do'kondorlar haqsiz foydalana oladigan, lekin topchi shu sistema ahmaq bo'lmadim. Sen ezib ketgansiz, ahmaqlik bu. Sen degan oddiy o'ylatsam, hammasi bunday qiliblar, qulaylik deb. O qulaylik emas, o bir qolaysizlik. Sen uni yuqori o'ylanma. O internet jihatdan Taoba'ning oldiga hech qanday narsa o'tolmaydi, o'talish mumkin emas, ham o'tolmaydi. Undaq do'kon qilma, do'kon qilib bakji qilib baqdi, tulimiji qilib baqdi. Ama Taoba deganlar allburun qilib bir halqi yetib pishib mukammallish bo'lgan avvallasida sen uning chaqilmay. Pifachilik qilar deymisan? Ya Alimallam bu sal yuzak bo'lib qoldi. Taobanikida hozir nim qilsangiz Taobanikida cho'sa do'kondor mal ta'minlab berganda endiz yo'q hozir qadar. Masal yuzak bo'lib qoldi. Bu qiyiqingiz to'g'ri. Alimallamniki da'vatqindiki desa bu o'tirliqda Nurg'adamni ishsiz qo'ydi, taraqqiyot shundoq. Onun şekli o'zgaraydi. Masalan, xuddi internetning taraqqiyoti nurg'ulga amaliy do'konligini cho'ng ta'sir ko'rsatayotganga o'xshash. Men da'vatim shu ashunda bo'g'a chiqa, u ishning vujud chiqami bu balaning, u to'liq jiraqish. Nimishqa degan vaqtda bir odamning manfaatiga ta'sir qilgankin, u ongsiz va ongli qoldi qarshi tarafni to'sidi. Ham bu balaning unda butun Shinjongdagi molni birnim qilaman degani u faqat nimasi ishki dunyosidagi o'zini bir isbotlash uchun kelib chiqayotgan bir vangshangjing bir xiyolparastlik deymiz uni. Biz uni orzu demaymiz. Sizlar xiyolparastlik bilan orzuni farqlantirib olinglar. Oyga chiqaman degan gap orzuma, u bir xiyolparastlik. Umarjonning dastlabki bizga degan orzusi tumshuq doirasining ishda bo'tganda o'xshaydi. Boshqa shaharlarga ko'lamlashtirilgan bir gap qilib qoldi. Shunga endi ashtab bo'lib qolsa, shu abditalni boshqa rayonlarimiz sinoq qilib, masalan Qashqadamiz, Xotin, ash o'rlig'ini ne qo'yapsan? Chang'jida nurg'un mahsulot bor. Siyajin avval ku. Ham birla chataxiri, ham mushu balada ba mahsulot sening ta'minga, sening bozor tushdi degan mahsulotning shi kiralamdi bu birsi. Kirmay qolsa, yana mushu ba deysa, munda mahsulot bo'lsa bo'ladi degandikan, bu odamning qo'lida yada mana ko'rdingmi, yada arqavul birnimi bijimi deganlimi mushni zavodlar shu. Ishlab chiqarsa bo'ladi demakchi. Shuncha hozir appapni qo'yib, u bir oddiy ish, asqar dedi 5000 ko'p putdi, 5000 ko'p 10000 ko'p putdigan narsa. U yomon oddiy narsa bo'lib ketdi u app degan. Eng muhimi nimasi, sen bir liniya tuzib, oqingda bir mundaq birchu. Seni mundaq tullik o'xsha. Mayli mal jihatdan bo'lsin, mayli san ishonch jihatdan yulab turadigan bir san bir shirkat kerakki men bildim. Bo'ldi, change bo'ldi. Endi bizning programmaning prinsipi bo'yicha aytgan vaqtda mayirimiz qaysi orzu bilan tizimlatgan bo'lsa, sahnaga shu orzu bilan kelishi, shu orzuning gibi bo'lishi kerak. To'g'ri. To'g'ri.
Senin arzusun nimite konkretne? Hozirgi qulamda bor bo'lgan malning turini ko'paytirib, buningga naqd pul ketadi. Mablag' bo'lsa, del Changji Goroy ilik tiklash klubidek mishta bir o'rin menga har qanday malni to'liq del vaqtida yetkazish kapolati qila olsa, gipida turib desam. Gipida turib. Ha, mana ketib qo'ymamsa. Men shu malni cho'qim bozorga selib, eng yaxshi unum bilan shirkatniki. Ha, maqsad arzu arzum shu. Ha, keldik. Bo'ldi. Konkretlashdi. Appatni qo'yadimi vaqti ishli bu. O Şavcunşi o appni taraqqiy qilg'uzo buni haqiqatga tunutib qo'ymak haqiqatan tez nurga odam qilib buni tashlavatdi bo'lmay. Oxirgi javobingiz yanıla masalan alaqangiz deganga o'xshash sistemni bu supini qo'yib qo'yib ya alaqangizning 100 ming qo'y pulini ilib Guangzhou baramsiz yoki Changzhou Guroyninki tava bo'lgan mahsulotlarni setib chiqarish ishlarini qilib boqamsiz yoki boshqa o'zgarish bo'ldimi? Meninkimda Changji Goroyi ilik tiklash klubiga kelib, sahnaga chiqib, mushular bilan bir hamkorlik to'xtami tuzilgan tungundan boshlab men shuni o'ylaganman. Agar shu sahnada mushular bilan paranglish jarayonida shuna bir qilib qolsa, o'zimni o'ylaganlarda bu hamda. Mening o'zimniki hozir o'ylashib qo'ygan. Bizning shu Xinjiang bozor mamlakat miqyosida o'ylab boqmagan bir necha tur yangilik bor. Ha, ash turgan mablag' selib, sinoq qilib dastlabki bosqichda Xinjiang rayonida boshlab qolsak, demak hozir bu yerda oshkorlashib bo'lmaydi bu so'z maxfiyatligi. Biroq o'zingizning ashtaqa ishonchingiz va bir turlar bor qo'lingizda shundaqmi? Endi lekin sizning bu turning bek yaxshi deganingizga ishonib to'xtam uni deyishadi-da endi. Uni ayrim tafsiliy so'zlashimiz. Ya, hech bo'lmasa Farida muallimlar yaxshi tarbiyalayma deyalaydi. Albatta. Hozir beralaydiganimiz sizga mushu naq maydonda kapolat beralaydiganimiz sizni biz haqsiz tarbiyalaymiz. Haqsiz degan qancha pullikni haqsiz? Masalan, bizningki 3 kunlik, 7 kunlik, 1 oylik, 1 fasllik, 1 yillik o'qish sinflarimiz bor. Siz xohlaganini tanlab olsangiz bo'ldi. Changzhou Guroyninki ilik tiklash klubining 1 yillik o'qish haqi, 1 yillik tarbiyalash sinfininki, ya'ni muvaffaqiyat sinfininki 1 yillik o'qish haqi 48 ming yuan. Ashuni o'qisin bo'ldi shundami? Tanlab olsa? Tanlab olsangiz bo'ldi. Endi ma balaning arzusi hamda amaliyatchan bo'ldi hozirda, aniq bo'ldi, ro'shan bo'ldi. Hamda bir odam quyoshga chiqaman desa, biz uni yo orzuyun büyükken demeymiz. Ro'y kasallik deymiz ani biz. Quyosh chiqaman deganni. Ammo balcho deganda o'zining amaliy hozirgi ahvoliga yana bir baldoq o'rlash uchun bir peshtoq izlayotdi, shot kerak bo'lib qoldi. Bu bir amaliyatchanlik. Chiqil bo'ladi, ammo chiqolmaydi. Nimikam, shot kam. Undan men shotni qanday topaman? Ammo bir orzu bo'pti, bu amaliyatcha orzu bo'pti, ma sahna chiqibdi. Bu shotulimi bulayotdi hamda. Bo'p qola. Demak, mana biz orzu deymiz, menimcha Umarjonning orzusi amalga oshdi deb qarayman. Umarjon so'z bilimlarini, iyilik boshqarish bilimlarini astoydil o'rgangandan keyin orzuyingiz balkim texnik konkretlashishi yoki shakli o'zgarishi mumkin. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar siz bugun o'zingizning orzuyingizni bizga sundingiz. Biz o'zimizning bilganlarimizni sizga dedik. Sizning qalbingizda ba'zi aniq tushunchalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Changzhou Guroyining ilik tiklash sinfida 1 yil tarbiyalangandan keyin agar fursat bo'lsa, biz sizni yana mustaqilda ko'rishni xohlaymiz. U chaqdagi orzuyingizning qanday o'zgarish bo'lganligini, qanday konkretlashganligini, eng muhimi o'zingizning orzuyingizning o'zingizga qanchalik ro'shanlashganligini shu chaqda ko'raylik bo'lamdi. Bo'ldi. Qanotlardik bo'ldimi bu ishlar? Bo'ldi. Shular bor shirkati. Endi abiyatni yazdidoq, ap Shauchunshi deb, apni unutib ket. Shauchunshi baklamasan. Apni hech kim shazay qildiranmaysa. Shauchunshingni shular bor shirkatidan qancha pul kelsa, biz qilib bersak bo'ldi. Mishadim tushsinlar. Maslahatchilikda mayada mening so'zlash salohiyatim bor. Chunki men jamiyat 100 korxonachini yetaklab ketib boraman. Intayin amaliy holatdan chiqib o'taman. Shung sana Shauchunshi lazım. Mana bir ilan tashviqot sening xohisan bo'ladi-da. Har bir do'kon kirganda mening onasam bate, manasam bate ishni yo'q. Qani xo'jayin siz men skanerlar bilan
Tamda o kürep o'ttasimi u bir ilan tashviqot. Endi yana birisi qanda bozorchiman desa, qanda raqobatlashiman. Nima uchun boshqalar sening melingni zakaz qildi? Zada nima uchun? Mushning sen sabab top. Nima uchun menigini qilmaydi? Nima uchun raqobatchiligini qilmaydi? Zada nima uchun? Boshqalar bilan raqobatlasha oladigan negizlik bir narsa bo'lish kerak. Baho jihati bo'lsin, qulaylik jihati bo'lsin. Nima? Aniq javob topolmasang qilmaymiz mana shuni. Bu mablag' boyatim pulga lozim deding. Pulga zo'rlasang oqmaydi ishing. Çaçak qilmadim zo'lab baq. Changjisan seliversin, ko'ydiraversa. Chunki pulida ish qashmaydi. Sen bir sel zamonaviy iskrat bilan bir shovching bilan chiqashdi. Nurg'oydan bor meni sepib chiqarmoqchi bo'lgan. Sen dudukni bir chasang shu malni kelib birdi. Sen sepib chiqarishing kerak uni. Sen bir yaxshi sotqichi ekansan, ammo yaxshi bo'lgan sotqichining yaxshi xo'jayin bo'lishi natayin. Şöyle xo'jayin bo'lib ketaman deyman. Ay, unda siz oldingizda mana nurg'un tanlashlar bor. Korxonchilar sizga nihoyatda yaxshi imtiyozlarni berdi. Men 100 ming. Manda qilsangmi bo'ladi, anda qilsangmi bo'ladi deb hatto Alining ilqi chash yasashqimi pul xarjlashga qo'sq og'riydiganligini balkim programmamizning oldingi qismlarida ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mush Ali jinida 100 ming qo'y chiqarmasang mablag' sap berma dedimizmi? Demak siz alayda e'tiborlandingiz bugun programmamizda. Andan keyin o'zingizning eng dastlabki asli maqsadingiz shular bağ şirketi u reallik aylandi. Demak siz o'zingizning o'ylaganingizdan jiqroq mo'lusuga erishdingiz bugun. Shunga orzularingizning reallik aylanganligiga muborak bo'lsin. Oxirida nima tanlading? 100 ming ko'yn tanladingmi? Kangjin tanladingmi? Ya 5 ming ko'ylik shavching uchun tanladingmi? Qani bir daqiqa. Ya India şirketi o'tirdi bu, ya bizim demaydi. Ya bu baliq uchun strategiya lozim, strategiya. Strategiya tanlamsa, 100 ming ko'y tanlamsa, Changji tanlamsa, birini tanlamamsa, senmi? Navad asli maqsadi bo'yicha kichik abjaqni tanladi deyli masalan. Shuni tanlasimiz sizlarning darsini bekor beraveramizlar ya. Uni tanlas nima deb bo'lib berdi? Ba'mayda ular qiziqsiz bu shirkat emasmi bular? Ya darsini tayyorlasin. Chavchang shuyeringiz lozim bo'lsa biz aqsiz qitpirini. Biz internetlar shug'ullanamiz, tayyormanda qo'shim bor. Yana tushunmaga strategiya lozim bo'lsa Nurmamat muallim deydi. Uninki 70 ideya va ishqa bu yer ürgütadiganlar liqli jima sana. Bayatımı Nurmamat muallim bir gapni qildi. Mushu malni setish jarayoni bo'lgan gaplarni qilib o'tib ketdi. Mush malni setish jarayonida eng burun men dastlabdan dedim-ku, malga o'zim ishonch qilma deb. Ishonch bo'lmagan malni bozorga kirgil bo'lmaydi. O'zimiz ishiltib, o'zimizga yaramagan narsa bozorda boshqalarga hargiz yarmaydi. Shu 100 ming ko'yn men bakaq shosh gipinga beraman. Shunga men ash malg'imi hozir Aqsu viloyatiga kelayotgan ash malning ishchigimi men hech kim o'ylab bakmagan alayda bo'lgan bir savdo endisini qo'llab bozorga hozir shunday yaxshi kelyapti. U jihatdan men to'liq tayyorlab bor. Sening bozor ochishing sabab sotgan narsangni ishengishga onun pulini men bakaq qilyapman degan bir aktiv ideya var ki sen de çok men şu san 100 ming ko'y mablag' salay desem yana ezib ketib borsa. Elim muallim tushunyapti. Men 5'de bilib oldim men buni. Bugun san programmamizda bir hayron qolarliqli ishlar jiqib ketib qoldi. Birsi dastlabki sizga o'tkilingiz bizni bek hayron qoldirdi. Undan keyin men korxonchilarning sizga bek bir sizni e'tiborlab muomala qilib ketganning o'zi bir hayron qolarliq ish bo'ldi. Texim hayron qolarliqi pul xarjlamaydigan bir odamning pul chiqarmaydigini u texim bek bakalım ya şu 100 ming ko'y. Neyle asamını bana? Ay hammalar yeni basanlar 51 qıpaqsın mı? Bana et programı var. Şembe, şimba, yekşembe, muşimba, düşembe. İzdeyse nak meydan bir mi et yol senin Elim muallim rast qıpqapta mening tonimda. Nesidin ta'limimiz yo'q deydingiz. O'ylagallarimni shu hozir agar musha Changji agar mablag' salimiz sizga mush malni mushta ishlaymiz, qolgan konkret avalni biz to'xtamish urlashtiramiz desa. Manda yangza. Ben tushunib qapti ko'nglim, demoqchi o'g'lim. To'xtaldi. Ben elim oldimda sening ichimligini uqolmayman. Elim oldimda qadim 1000 yilda var o. Bir chiqib ilan so'zim bizdan keldi. Gap shu. Bo'lmaz yolg'on bo'lsa, qolgan bir so'ng yolg'onni deb qilinglar. Diyemaysizlar. Sizdek adamdan 1000 yilda bir chiqamda. 1000 yilda. Bizdek odamlar qancha yil? Sizdek odamlar kundul tug'iladi. Ma balaning sen
Oymay, ilg'at bo'ldi. Shu Al degandan san ziyon yo'q. Bo'lmasa planni olib binasi deyishlar. Manda odamlar az suraydi men san deb qo'yay. Qanday bo'ldi endi eng oxir tanishingiz men deb bering. Men Ali Qurban. Changju igilik tiklash klubining obraz vakili. Changju igilik tiklash klubi o'z oldiga igilik tiklab, taqdirni o'zgartirishni xohlaydiganlarning haqiqiy ustozi. U yo'l topolmaganlarga yo'l ko'rsatdi. O'rganish xohlaydiganlarning yaxshi oilasi. Changju igilik tiklash klubini tanlaganingiz, go'zal kelgusini tanlaganingiz. Sizda tirishchanlikla bo'ldi ekan, bizda aql bor, bizda yo'l bor. Siz kelgusi nihoyatda parlaq bo'lgan hambahirlama to'kdan turini tushunamsiz? Hozir e'tibor go'royimiz tarmog'idagi e'tibor hambahirlama to'kdan turimizga vakolachi bo'lganlarga 100% foydasi to'liq ayrildi. Angsiz bo'lganda 4 oydan 6 oygacha qolgan mablag'ingiz qaytib kelib, necha yilgacha foydasidan bahramlanasiz. Har bir noy shahardan birdilla hamkorlashuvchi qabul qilindi. Faqat 20 ming yuan bilan rayon vakolatchiligini boshlay olasiz. E'tibor hambahirlama to'kdan hammalarga qulaylik. Vakolatchilarga istiqbolli savdo fursati ato qila oladi. Natija qozonish pek muhim, ammo kayfiyat undan muhim. Yaxshi bir yetakchi oldi bilan o'zini qadrlash kerak. Gayning qaliligi, qo'llaylik peptidi meni go'zal natijaga qaratdi. Shuning bilan birga meni ishonchga boshildi. Men o'zim tanlagan yo'lda yetakchiman. Eng yaxshi kayfiyat bilan natijaga erishiman. Menga agashgan har bir yurakka mas'ul bo'laman. Men va'damga amal qilaman. Chunki tunji qadamim gayning bilan boshlandi. Gayning qaliligi, qo'llaylik peptidi. Bizning bir maxfiyatligimiz bor, ruhimizda, harakatimizda, bizga doim hamroh bo'lgan, xushalligimizga asos solgan. Ota-onalaringizning siz uchun tatgan jafolarga, shundaqla ularning xushalligiga atig'idek va arzigidek bo'lishi uchun gayning qalbidagi qo'llagilik peptidini doimlik sovg'at qilib sizlarga tayyorladik. Ularning ruhi ustun bo'lsin, hamda uni o'ziga hamroh qilsin. Harakati chaqqan bo'lsin. Har doim yenidan ayirmasin. Bu maxfiyatli gayning qalbidagi qo'llagilik peptid. Gayni eng yaxshi kishilaringizga nima bersangiz arziydi. Damlash oson, ham qulaylik, hammaga bop. Baysuy muskul peptid. Qadrdonlaringiz baysuy bilan ruhlansin. Chunki ularning ustida qarzingiz bor. Oilangizdagilar uni yenidan ayirmasin, chunki uningda mehr bor. Men uchun muhim bo'lgan har bir aylanning xushalligini men tanlagan baysuy muskul peptiddan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga tavsiyam baysuy muskul peptid. Changju guruhi mashinsozlar öymülük, kuruluş binakarlık, Ali mehmonsaroy ichish, sayohat rayoni ichish, yemek-içmek ishlab chiqarish qatorliq 5 cho'ng tur bo'yicha taraqqiy qilgan guruh bo'lib, Güzel Hayat programmasi orqali salomini yo'lladi. Changju guruhi mahirlarga omad tilaydi. Changju guruhi Mehmet Usman tanladi. O'zingizning Changjuning igilik tiklash klubini ko'zlab kelgandingiz-ku. Demak, Changju guruhi masalalarni hal qiladigan bo'ldi. Albatta, boshqa ustozlarmi, boshqa korxonchilarmi agar yordam so'rasangiz, qarab turmaydi, shundaqmi? Qat'iyatdan qo'llaymiz. Men senga yaqindan diqqat qilaman. Tushundingmi? So'rab turaman. Ashullan, yaxshi bir qiz o'qilamsanglar, tushundingmi? Men chiqishni o'ylashib yurmayman. Hali ukam deymi, ketib qolsa, sizga bir kapolat berdi hozir Ali Qurbanchi. Bo'shan. Sizni tabriklayman. Rahmat. Hayat sırışqanlarni, g'ayrati borlarni umidsiz qo'ygan emas. Hayat to'limi go'zal. Hayat mana shundaq irodliklar bilan, mana shundaq qo'llug'chilar bilan texmi go'zal. Hammalarga go'zal hayot yar bo'lg'ay. Kelar qism programmamizga kirishaylik. Xayr xo'sh. Yalğız kuş tacı kanat, tamça suda mın hayat. Yalğız kuş tacı kanat, tamça suda mın hayat. Her bir adam bir dünya, amnini var bir hesap. Her bir adam bir dünya, amnini var bir hesap. Arman güzeldir güzel, devran güzel bayaşa. Ümit işeşler bilen, güzel hayat, gül hayat. Arman güzeldir güzel.
Güzel Hayat programması.